Aziz do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz avtoelektriklarga bag'ishlangan va ular bilan suhbatlashamiz. Azamat, mana shu avtoelektrik sohasida necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapsan? Xudo xohlasa bu yil 7 yil bo'ldi. Mana shu 7 yillik tajribangdan kelib chiqqanda muammolar bormi? Endi muammolar hamma ishda ham kuzatilib turadi, bizda ham bo'ladi ko'p. Klientlar bilan oldi-berdida yoki o'sha klientlar kelganda ishonchsizlik bo'lib qoladi klientlarda ko'pincha. Ba'zilar qo'polroq muomala qilishadi. Sohang bo'yicha bir qanaqandir o'zing shaxsiy bir maslahating men bilmayman. Bormi shunaqa narsa? O'zini ishini ustasiga murojaat qilingandan keyin ozgina ishonch bilan mashinani topshirib, ishonmasalar yonimizda turib qarab turishsa bo'ladi. Har doim sharoit qilib beramiz ularga ham. Ish orasida ortiqcha savollar berilmasa, asabiga ham tegadi. Ba'zi paytda shuni orqasidan ham klientlar bilan tortishuv yoki kelishmovchiliklar bo'ladi har xil. Tajribadan kelib chiqib narx aytganimiz bilan biz o'ylagan joydan emas, boshqa joydan bo'lib qolsa, chiqishi mumkin. Narxdan keyin oxirida kelishmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Shu tomonlarni ham to'g'ri tushunishlarini so'raymiz. Rahmat Azamat, ishlaringni ko'rdim, ilmingni, bilimingni hammasini ko'rdim. Mashina juda ko'p ekan. Rahmat senga Azamat. Menga podpiska bo'lganmisan? Podpiska bo'lganmiz. Всё. Senga kichkina sovg'am bor. Sog' bo'lasan Azamat. Yaxshi kunda ko'rishguncha, Ishlaringiz omad. keyingi lavhada ko'rishguncha sog' bo'linglar.